xalq o'yinlari bugungi kunda ayniqsa o'sha milliy o'yinlarimiz deb keng tilga olinadi. O'yinlarimizning o'ziga xos qadimiy tarixga ega va bugungi kungacha yetib kelganlari bor yoki qaysidir jarayonlarda uni unutilgan qismlarini ham uchratishimiz mumkin. Xalq o'yinlari haqida gap ketganda birinchi navbatda ularning umumiy tavsifini ko'rishimizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik tadqiqotlarda 80 ta 100 ta atrofidagi xalq o'yinlarini o'sha ma'lum bir asarga yoki monografiyaga qilgan holatda to'planganligini ko'rishimiz mumkin. Asli olganda juda 100 dan ortiq, hatto o'sha 200-300 dan ortiq xalq o'yinlari mavjudligini tadqiqotlar jarayonida ko'rishimiz mumkin. Endi xalq o'yinlarini tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, hattoki o'sha miloddan avvalgi 4-3 ming yilliklarda ham bu o'yinlar mavjud ekanligiga oid dalillar mavjud. Chunki tadqiqotlar, ya'ni arxeologik qazishmalar yoki tadqiqotlar natijasida ana shu o'yinlar aks etgan, ayniqsa o'sha hayvonlar bilan bog'liq insonlarning o'zaro bog'liqlik jihatidagi o'yinlarning haykalchalari yoki turli xil arxeologik artefaktlarni olimlarimiz tomonidan topib o'rganilgan va bugungi kunda ilmiy muomalaga kiritilgan. Bilamizki, o'zbek xalqini mingdan ortiq nomoddiy madaniy meros namunalari bor. Nomoddiy madaniy meros namunalari nima? Bu xalqimizda bir necha yillardan beri shakllanib kelayotgan marosim, urf-odat, an'ana va qadriyatlarni keyingi avlodlarga yetkazish mana shu namuna sifatida saqlanib keladi. Ana shu namunalardan biri bu xalqimiz orasida keng o'ylanib kelayotgan xalq milliy o'yinlari hisoblanadi. Xalq milliy o'yinlarini umuman bugungi kundagi ilmiy adabiyotlarda ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, o'yinlar o'zini yo'nalishiga qarab turib bir necha turkumlarga ajratiladi. Bu birinchi yo'nalishi tabiat bilan bog'liq o'yinlar hisoblanadi. Nima uchunki tabiat bilan yilni ma'lum bir faslida o'ynalgan o'yinlarimiz bor. Qishki, yozgi faslga qarab turib. Bu orqali bolalar nima qilgan? Tabiat bilan, ob-havo o'zgarishi bilan tanishgan va shuningdek yomg'irdan, sovuqdan saqlanishdi, aqliy faoliyat bilan jismoniy harakatlari shakllanib borgan. Oltinchi, 10 asrlarga kelib e'tibor beradigan bo'lsak, bu xalq o'yinlarining shakllanish va rivojlanish davri deb atashimiz mumkin. Ya'ni ularni keng xalq ommasi orasida o'ynalish jarayoni ancha ommalashgan. Qolaversa, ularga ma'lum bir qonun qoidalar kiritila boshlangan va u keng miqyosda nishonlana boshlanganligidan darak beradi. Endi 10-19 asrlar oralariga qaraydigan bo'lsak, bevosita bizning Turon o'lkasida bu o'sha 1 va 2 Renessans davrlari deb hisoblanadi va shu bilan birgalikda mana shu ayniqsa 6-19 asrlar oralig'idagi bizning o'rta asrlar davri tarixchiligida bizdagi Turon davlatchiligi juda ham o'sha harbiy salohiyat jihatdan buyuk qudratli davlatlar o'tgan va ularning o'zining askariy qo'shinlari ham jismoniy jihatdan ham aqliy jihatdan qudratli bo'lganligini ko'rishimiz mumkin va shu jarayonda ularning qudratiga sababchi bo'lgan omillardan bittasi bu xalq o'yinlari deb qarashimiz mumkin. It va qarg'a yoki bo'lmasa o'sha bo'ri va ovchilar, xuddi shuni singari biz xalqimiz orasida o'zimiz ham yoshligimizda ko'p o'ynab kelgan o'yinlarimiz bor. Bu mana aytishimiz mumkin xo'rozlar jangi o'yinimiz. Xo'rozlar jangi o'yinida bu o'sha hayvonning xususiyati insonlarga ko'chishi misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. Misol uchun xo'rozlar jangida aylana doira chiziladi va ana shu aylana doira atrofida o'yin ishtirokchilari 2 guruhga ajratiladi va o'yinda ona boshi tanlab olinadi. 2 guruhdagi ishtirokchilardan ona boshi bitta guruh ishtirokchilarini doira ichiga qo'yadi. Doira ichidagi xo'rozlar, o'yinimiz nomi bilan ataladigan bo'lsak, xo'rozlar bir oyog'ini orqaga ko'tarib qayragan holatda
va ikki qo'lini orqaga tushirmagan holatda harakatlarni faqatgina gavda va yelka bilan bir biri bilan kurash olib boradilar. Endi bir birini turtish natijasida o'sha aylana qilingan doiradan ishtirokchilar bir birini o'sha chiziqdan doiradan chiqarish. O'sha doiradan chiqqanki qatnashchi xo'roz yengilgan hisoblanadi va navbat endi keyingi guruh ishtirokchilariga shu tariqa davom ettiriladi. Xo'rozlar jangi kabi boshqa bir o'yinlarni o'ynash orqali bolalarni tezkorlikka, chidamlilikka, hushyorlikka chaqiradi va bu bilan ular hayvonlar bilan yaqindan tanishish, ya'ni har bir hayvonning xususiyati, uni harakatlari va jismoniy va aqlan rivojlantirishga xizmat qiladi bu kabi o'yinlarimiz. Xo'rozlar jangi degan o'zbek milliy xalq o'yinlari bor. Bu o'sha tasavvurimizga ko'proq birinchi xo'roz so'zi aytilgandayoq, ya'ni shu bozorlarda yoki ma'lum bir oldingi o'tmishda ma'lum bir sayllarda o'tkaziladigan parrandalar o'rtasidagi jang tushuniladi. Yo'q, bu asli bevosita o'zbek xalqining o'sha qadriyatlarida, an'analarida, qolaversa ko'chmanchi va o'troq hayotida o'sha hayvonlar bilan bog'liq bo'lgan bevosita bir qator o'yinlar bor. Va ana shulardan kelib chiqqan holatda ana shu jonzotlarning harakatlari insonlarga ko'chgan holatda mana shu o'yinlar o'ylab topilgan. Va bu jismoniy o'yin hisoblanadi. Qolaversa jismoniy o'yin hamki ikkinchi tomondan bu aqliy o'yinligini ham bildiradi. Chunki inson bunda jismoniy harakati orqali o'ziga ham, raqibiga ham kuchli zarar yetkazmasligi kerak. Bu aqliy jihatdan insonni tafakkur bilan ishlashga majbur etadi. Jismoniy jihatdan esa bu xo'roz jangida odamlar ikki kishi o'rtasida kechadigan o'yin hisoblanadi. Umumiy manzarasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, doira chizilgan holatda ana shu doira ichidagi ikki kishining bir oyoqda sakragan holatda jang qilishini tasavvur qilish mumkin va qaysi bir oyoqdagi kishi ikkinchisini ana shu doiradan chiqarib yuborsa, ana shu g'olib hisoblanadi. Bu jarayondagi o'sha aqliy hamda jismoniy o'yin deb aytishimizga sabab, ya'ni o'sha aql bilan ish ko'rgan holatda jismoniy kuchni to'g'ri yo'lga solish orqali ana shunda g'olib bo'lish mumkin bo'ladi. Bilamizki, inson ham aqlan, ham jismonan mehnat faoliyatini amalga oshiradi. Aqliy o'yinlar sirasiga bularni sonlarni sanash, ya'ni sonlarni qay tariqasi, oddiygina sanash emas, balki sakragan holatda qo'shiq hirgoya qilish. Qarang, bunda ham o'sha nomoddiy madaniy merosni o'sha paytda ijro etilayotgan qo'shiqlar xalqimiz orasida qanday yoki bo'lmasa o'sha paytlarda to'rtliklar, sherliklar bo'lgan-ku, ana shularni sakraydi. Sakragan holatda necha marta sakraganini sanog'ini yuritadi va qo'shiq hirgoya qiladi. Bu ham o'sha xalqimizda oldindan bo'lgan qo'shig'ini keyingi avlodga yetkazishni o'yin orqali o'tkazish, ya'ni ham aqli rivojlanyapti, sanoqda yurityapti, ham xalq an'anasi, xalq qo'shiqlari keyingi avlodga o'tib boryapti. Misol tariqasida aytishimiz mumkin, kim oladi yo shugunani yo degan o'yinimiz bor. Aynan bunda ham qo'shiq ijro etiladi va jismoniy mashqlar amalga oshiriladi. Bir nechta bola o'rtasida kechadigan o'yinlardan hisoblanadi va o'rtada o'sha bosh kiyimi qo'yiladi. Aksariyat bosh kiyim qo'yilgan, mana o'rtaga tashalgan bosh kiyimni olish uchun o'zaro o'sha aytimi mavjud va unda o'sha kim oladi yo shugnani yo deb jo'rlikda ijro qilishadi, davra qurgan holatda va oralaridan bir kishi ana shu narsani olish maqsadida o'sha ajralib chiqadi va uni o'sha jamoa o'rtaga oladi. Men olaman shugnani yo, ololmaysan shugnani yo, ololaman shugnani yo deb aytim aytish jarayonida oxirgi qismiga kelganda, ya'ni o'sha shugna oluvchi ana shuni qo'lini
yerga tekkizmagan holatda faqat oyoq kuchi bilan shugnaga egilgan holatda, ba'zi hududlarda bu boshga kiygan holatda olinadi, ba'zi hududlarda o'sha tishlab ko'tarish orqali olinadi. Agar uni ololsa o'sha maqtov eshitadi, ya'ni oldi degan nimani aytiladi. Agar ololmagan bo'lsa mag'lub degan gapni aytgan holatda uni chetlatishadi va o'yin shu tarzda davom etadi. Keyingi ishtirokchi yana o'sha aytim aytiladi va ana shuni olish niyatida bo'lgan jamoadan bir kishi vakil bo'lib chiqadi va ana shu o'yin yana davom etishi mumkin. Bu o'yin orqali ham bolani ham jismonan chiniqtirishi bilan birgalikda bolani hushyorlikka hamda kayfiyatini a'lo qilishga chaqiradi. Ya'ni insonlar aytadiki, qancha baqirib qo'shiq kuylasang, ichingdagi g'uborlaring chiqadi degan naqlimiz bor. Xuddi shuni singari bola ham o'yin o'ynaydi. Shu bilan birgalikda qo'shiqni ijro etadi. Ya'ni o'sha jismoniy mashqlarni bajarish, egilish va egilish jarayoni bilan birga pastdagi do'ppini olish, xuddi shu davomida qo'shiqni ijro etish, shu kabi umumiy holatda turli tomondan ham aqlan ham jismonan bolani rivojlantirishiga xizmat qiladi. Faqatgina bu haligi erkaklarni, o'g'il bolalarni o'yinlari deb atash ham noto'g'ri hisoblanadi xalq o'yinlarini, chunki xalq o'yinlarining ko'pchilik qismida bu ayollar ishtirok etadigan, ya'ni qizlar ishtirok etadigan o'yinlar ham bor. Masalan, xalq orasida 5 tosh degan o'yin bor, ya'ni toshlar bilan harakatlanadigan o'yin hisoblanadi. Ko'pchilik masalan o'zimiz ham etnofolklor ekspeditsiya jarayonida bu o'yinni bugungi kunda elementlarini masalan Jizzaxni o'sha G'allorol tumanida bo'lganimizda yoki Qoraqalpog'istonning Nukus shahrida bo'lganimizda o'sha chekka atrof hududlaridagi yoshlar tomonidan o'ynalayotganiga bevosita ko'zimiz tushdi va bunda masalan qoraqalpoqlarda bu 5 tosh o'yinini bestas deb atashar ekan va bunda o'ziga xos aytimlari bor va o'yin turida ham hali bir oddiylikdan murakkablashib boradi. Bu qo'l bilan o'ynaladigan o'sha 5 ta oddiy tosh tanlab olingan holatda bir nechta qizlar tomonidan o'ynash ham mumkin yoki bir juftlik tomonidan ham o'ynash mumkin. Masalan, birinchi navbatda toshni bittalab terib olish, ikkinchisi bosqichida uni ikkitadan tosh olish, 5 toshning bittasi osmonga sakratiladi, qolgan 4 tasini yerdan terib olish jarayonida murakkablashib boradi. Ya'ni o'sha aytganimizdek, dastlab bittalab terish, keyin 2 ta donadan, keyin 3 dona, 1 dona qilib, keyin 4 donani birdaniga olish, keyin toshni uyaga olib kirish degan usullarni ko'rishimiz mumkin. Sizlar o'ynaydi 5 tosh, toshchalari nuqra tosh. Sizlar o'ynaydi 5 tosh, toshchalari nuqra tosh. Ha shaq shaqa shum shum, shaqa shaqa shum shum, shaq shaqa shum shum, shaqa shaqa shum. Jizzax viloyatidagi 5 tosh o'yinida esa biroz boshqacharoq. Endi ularni ham o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lgan, buni murakkablik jihatlarini o'ylab topishgan yoki o'sha xalq tomonidan o'ynalgan va bugungi kungacha shu tarzda davom etib kelayotgan elementlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zan o'sha o'yin shu darajada murakkablashib boradiki, 4 ta toshni osmonga otib, bitta toshni ilib olish holatlarini ham kuzatish mumkin. Shu jihatdan yuqorida biz ta'kidlab o'tdik, o'sha 80 ta 100 ta o'yin deb. Bu o'sha tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan hududlardagi mavjud o'yindan kelib chiqqan holatda yig'ilgan ma'lumot deyishimiz mumkin. Chunki O'zbekistonni bugungi kundagi sarhadlarini hisobga olgan taqdirimizda ham har bir hududning o'ziga xos bo'lgan o'yinlari bor va O'zbekistonda umumiy o'ynaladigan umumiylik o'yinlari bor. Va shu jihatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu o'yinlarning miqyosi ham kattaligini, ham bir-biridan turli tumanligini ko'rishimiz mumkin.
eshak mindi o'yini orqali bolalar bu o'yinda tartibi bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, demak 2, 3 yoki undan ko'proq o'yin qatnashchilar ishtirok etadi va 2 guruhga bo'lingandan so'ng ikkinchi bir guruh yarim bukilgan holatda, enkaygan holatda turadi va boshqa guruh ishtirokchilari shu enkayib turgan bolani ustidan sakrab o'tib ketishi kerak bo'ladi. Shu tariqa davom etadi bolalar sakrashi. Agar sakrab o'tib ketolmagan bola birinchi enkayib turgan bolani ketidan ikkinchisi enkayib turadi. Shu tariqa ko'chma ma'noda eshaklarimiz soni ortib boradi. Endi o'z-o'zidan eshaklar uzaygandan keyin buni oshib o'tish ham qiyin bo'ladi. Oxirida g'olib bo'lgan bola mana shu eshaklarning ustiga minadi va ma'lum belgilangan chiziqgacha mana shu eshak g'olib yigitni ustiga mindirgan holatda o'sha belgilangan chiziqqa chidab ko'tarib borish kerak bo'ladi mindirgan holatda. Bu nima? Bu bolani chidamliligini oshirishga xizmat qilgan. Bolalar ham o'yin o'ynagan va shu bilan birgalikda mehnat, ya'ni og'ir mehnat ishchi kuchlardan foydalanishda, bolani chidamliligini oshirishda aynan mana shu o'yinlar juda ham qo'l keladi deb o'ylayman. Eshak mindi bu qadimdan qolib ketgan bu jismoniy o'yin hisoblanadi. Ko'pchilik yoshlarni o'sha qat'iyatli, jismonan sabr qilish, sukut nima qilish va o'sha aqliy jihatlarni ham faol ishga tushirishda xizmat qiladigan o'yinlardan hisoblanadi. Bevosita buni amaliy jarayonlarni biz o'zimiz bolaligimizda o'ynagan bo'lsak, o'sha ilmiy tadqiqot maqsadida o'sha Jizzaxning G'allorol tumanida bo'lgan paytimizda ana shu eshak mindini o'yinini bevosita nima deydi kuzatishga muvaffaq bo'lgandik va bu o'yinda jamoalar, ikkita jamoa o'rtasidagi kurash kechadi va shuni ham alohida ta'kidlab o'tish kerakki, bu xalq o'yinlarida o'sha ham jismoniy, ham aqliy kuch bilan birgalikda o'sha yoshlar o'rtasidagi birlashish masalasi alohida, ya'ni ittifoqlik masalasi, hamjihatlikda ish ko'rish orqali ma'lum bir yutuqqa erishish yoki g'alabani ta'minlash g'oyasini ilgari surishini o'sha xalq o'yinlarida ham alohida e'tibor qaratilganligini, bejizga o'sha qadimdan bu narsaga urg'u berilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Va ana o'sha eshak mindi o'yinida ham jamoalar ikkiga bo'lingan holatda, masalan 4 tadan 8 ta bola ikkiga bo'lingan holatda bu o'yinni o'ynaydi va ular bir jamoa o'zaro kelishgan holatda yoki qanaqadir o'yinni amalga oshirish orqali biri eshak, biri uni bajaruvchisi vazifasiga bo'linishadi va shu jarayonda eshak ustiga chiqqan odam o'shani ustida qat'iyat bilan o'zini ushlab turish, tutib turish, ya'ni yiqilib ketmaslik, tushib ketmaslik vazifasini o'z zimmasiga olsa, eshak tomoni esa ana shu o'zaro bir-birlari o'rtasidagi oraliqni buzmaslik, eshak oyog'i charchab yiqilib qolmaslik, ana shu narsada o'zini jismoniy kuchini ko'rsatish kerak bo'ladi. Va shu jarayonda agar qaysidir jamoa, ya'ni o'sha eshakka mingan jamoa mabodo eshak ustidan tushib ketgida bo'lsa, mag'lubiyat hisoblanadi va ular eshak bo'lishga majbur bo'ladi. Agar orasini uzib yuborsa yoki o'sha yerga o'tirib qoladigan bo'lsa, ana shu oldingi eshak bo'lgan jamoa yana qaytadan eshak bo'lishga majbur etiladi. Bu o'sha jismoniy jihatdan insonni kuchli bo'lishga xizmat qiladigan o'yin hisoblanadi. Oq terakmi, ko'k terak. Bugun mana bolalar tomonidan ijro etiladigan o'yinning ham jismoniy jihati bor, ham aqliy jihati bor. Chunki bu o'yinni 8 tadan ko'p ortiq bo'lgan bolalar o'rtasida o'ynalishi mumkin. Ham bu bugungi kunda ayniqsa ko'proq sayillarda yoki ma'lum bir bayramlarda nishonlab kelinadi. Avvalgi davrlarda bu bolalar o'rtasida juda keng
o'ynalgan o'yin hisoblangan. Hatto bu harbiylar orasida ham foydalanilgan. O'zimning xulosalarimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, oq terakmi, ko'k terak bu ham aqliy o'yin birinchidan, ikkinchidan harbiy jihatdan u o'sha maxsus qo'shinda kuchli yigitlarni tarbiyalash. Chunki o'yinni harakatiga e'tibor beradigan bo'lsak, jamoa ikkiga bo'linadi va teng tarafdan turgan holatda ana shu bir-biridan vakil chaqirishadi. Ana shu vakil to'sib turgan halqani buzib o'tish kerak. Va ana shu buzib o'tgandan keyin undan ma'lum bir kishini olib qaytish. Agar harbiy jihatdan oladigan bo'lsak, bu taktik jihatdan zaif joyini tanlash kerak bo'lgan jihat hisoblanadi, ham aqliy. Ikkinchidan o'sha buzib o'tish kerak bo'lgan jihat bu jismoniy jihati. Ya'ni ham aql, ham jismoniy jihat umumlashgan holatda mana bu o'yinni rivojlantirib bergan. Va keyingi davrlarda bu bolalar orasida ommalashgan. Ana shu o'yinda u zaif nuqtani tanlay olmasa, u qo'lga tushadi va asir bo'lib qolishi mumkin-da. Bu o'yinni endi borish jarayoni qaysidir jamoada o'yinchining soni kamayishi bilan o'yin yakunlanadi. Bu jarayonda o'yinning davom etish, boshlanishi va tugallanishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi davrlarda endi bu bolalar o'rtasida o'ynaladigan o'yinga aylanib qolgan. Endi ayrim hududlarda bu oq terakni ko'k terak o'yini biroz boshqacharoq. Ya'ni uzib o'tgandan keyin ham u qo'lga tushmasdan qaytib joyiga qaytish kerak. Yoki o'sha bir vakilni qaytib ushlab ortiga jamoasiga qo'shish kerak bo'lgan jihati bor. Bunda o'sha tutqich bermaslik kerakligini. Bu ham harbiy taktika jihatdan to'g'ri keladigan mantiqqa mos. Va shu jihatdan oq terakmi, ko'k terak o'yini o'sha qadimdan boshlab bugungi kungacha o'ynab kelinayotgan o'yinlar sirasiga kiritishimiz mumkin. Oq terakmi, ko'k terak o'yinida bilamizki, o'sha ikki guruhga jamoa ajratiladi va ikki guruh belgilangan masofada ikki chetda qo'llari zanjir holatda ushlab turiladi va ularda bir-biriga aytishuvi bor shu jarayonda, ya'ni oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Va u guruhdan kim kerak bo'ladigan bo'lsa, ular keyin shuni ismini, keyingi guruhdagi qatnashchini ismini aytishadi, kim kerakligini, va ismi aytilgan ishtirokchi kelib shu ushlab turilgan zanjir qo'llarni uzish kerak bo'ladi. Agar ushlangan zanjir qo'llar uzilsa, shu guruh ishtirokchisini bittasini olib o'zini guruhiga olib ketish imkoniyati bor. Agar zanjirni uzolmasa, o'sha ismi chaqirilgan qatnashchi shu uzilmagan guruhida qolishadi. Shu tariqa o'yin davom ettirilib boriladi. Bu o'yinlarimiz bugungi kunda ham o'ynaladigan o'yinlar sirasiga kiritiladi va bu jarayonda o'yinda o'ynash birinchi navbatda bolalar o'rtasidagi birdamlikni, mehr-oqibatni shakllantiradi va yosh tanlamasligi bilan ahamiyatli hisoblanadi. Bular shu o'yinlarda yana bir ahamiyatli jihat shundaki, yutkizgan yoki g'olib bo'lganlar o'sha yutkizgan guruh tomoniga shart belgilashadi. O'sha shartlarda asosan she'r aytib berish, qo'shiq ijro etish kabi nomoddiy madaniy meros namunalarini ham yana bir ko'chma misoli sifatida aynan mana shu o'yinlar orqali shakllanib kelganligini ko'rishimiz mumkin. Nima uchun oq terakmi, ko'k terak degan nom qiziq tuyuladi odamga. Bizni mintaqa sharoitida bu o'simlik juda ko'p o'stirilgan daraxt va binokorlikda ko'p foydalanilgan va natijada u ana shu aytiladigan aytimiga ham mos keladigan so'zlarni qofiyasiga to'g'ri kelganligi uchun aynan jamoani ikkiga ham bo'lib turuvchi so'zni ifodalaydi. Ya'ni oq terak hamda ko'k terak. Ya'ni buni agar so'zlariga e'tibor beradigan bo'lsak, oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Ana shunda shu o'yinni raqib komandaga tomonidan tanlanadigan o'yinchini nomi aytilgandan keyin borib u ana shu to'siqdan o'tish kerak bo'lgan jihatlarni o'zida mujassam qilgan va shu jihatdan o'yin mana bugungi kungacha saqlanib kelgan. Lekin qadimgi davrdagi ko'pchilik o'yinlarimiz, o'tmishdagi o'yinlarimiz hammasi ham to'laligicha qonuniyatlar bilan kelmagan bo'lsa-da, uni elementlari asosida bugungi kungacha davom etib kelmoqda. Hozirgi kunda Navruz va boshqa sayllarimizda yoshlarimiz tomonidan o'ynaladi. Mana ayniqsa bahor fasllarida bu oq terak, ko'k terak o'yini ancha ommalashgan o'yinlardan
hisoblanadi deyishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, xalq o'yini ajdodlarimizning o'sha yirik merosi bo'lishi bilan birgalikda unda kelajak avlodni, ya'ni yetishib chiqayotgan yoshlarni jismonan sog'lom, baquvvat, aqlan raso qilib tarbiyalash, qolaversa ana shu jarayonda ulardagi o'yinlarning muhitiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular o'zaro jipslik, birlik, hamjihatlik g'oyalarni ilgari surgan. Qolaversa, mana shu millatning nima deydi, sog'lom, barkamol yigitlarni tarbiyalashda, ularda vatanparvarlik g'oyalarini shakllantirishda xalq o'yinlari, ya'ni o'sha milliy o'yinlarimiz qadimdan alohida e'tibor qaratilgan yo'nalish hisoblangan va bu doimiy o'sha yilning 4 faslida ijro etiladigan o'ziga xos turlari bilan bugungi kungacha bizlarga yetib kelgan va bugungi kunda ham bu o'yinlarning ko'pchilik qismi xalqimiz orasida keng o'ynab kelinmoqda. Bu albatta mana bugungi biz tushunganimiz kabi avlodlarda ajdodlarimizdan qolgan meros avlodlarga o'tkazilar ekan, bu o'z ahamiyatini keyingi davrlarda ham albatta yo'qotmaydi.